Hali ham gumoni to'la tarqab ulgurmagan Hayo. Hechqisi yo'q, uni keyinroq hidlab ko'raman, dedi. Mo'ysafid tabassum bilan, xohishing, dedi. Hayo qo'lda gulni tutgan holda Mo'ysafidni kuzata boshladi. Mo'ysafid o'zi olib kelgan kitobni tizzasiga qo'yib, cho'ntagidan kichik dastro'mol chiqardi va ko'zoynagiga puflab, uni dastro'mol bilan artdi. Ko'zoynak linzalarini artish jarayonida Mo'ysafid Hayodan so'radi: "Mendan shubhalanyapsanmi?" Hayo hayajonlandi. "Yo'q, aslo. Shunchaki kech qolib ketdim. Uyga qaytishim kerak." "Ketishingdan oldin men uchun so'nggi xizmatni bajara olasanmi?" dedi Mo'ysafid ko'zoynagini taqib. Hayo ikkilandi. "Mayli, nima xizmat?" Mo'ysafid biroz nariroqda turgan stolga ishora qildi. "Menga bergan kulchangni olib bera olasanmi? Uni o'sha yerga qo'ygandim." Hayo Mo'ysafid ishora qilgan joyga qaradi va stol ustida turgan kulchani ko'rdi. U likopcha ustida 4 bo'lakka bo'lingan holda turgandi. Uning yonida esa bir finjon bo'lib, undan bug' taralib turardi. Hayo stol ustiga bordi. Qo'ldagi gulni qo'yib, likopchani oldi. Uni endi ko'targanda hamki Mo'ysafidning "Ana va finjonni ham o'zing bilan olib kel" degan ovozini eshitdi. Hayo finjon ichiga qaradi. "Unda nima bor?" deb so'radi. Tizzasida turgan kitobini ochayotgan Mo'ysafid "Tongi qahvam" deb javob qaytardi. Hayo finjonni ham olib Mo'ysafidning oldiga bordi. U kitob sahifalaridan nigohini uzmasdi. "Uni yonimdagi javonga qo'y", dedi. Hayo Mo'ysafidning aytganini bajardi. "Endi ketishim kerak." "Yaxshi", dedi kitobni diqqat bilan mutolaa qilayotgan Mo'ysafid. Hayo darvoza sari yurib bordi, lekin eshik ostonasiga qadam qo'yganda bir necha lahza o'ylanib qoldi. So'ngra ortiga burilib, kitob mutolaasida davom etayotgan Mo'ysafidning oldiga qaytdi va "Aytgancha, qurigan gullarning isi bo'lmaydi", dedi. Mo'ysafid boshini kitobdan ko'tarib, Hayoga qaradi. So'ngra ko'zoynagini olib, sukut saqlagancha indamasdan Hayoga qarab turdi. Hayo yana gap boshladi. "Meni ahmoq deb o'ylamasligingiz uchun shuni sizga aytib qo'yay degandim." Mo'ysafid nazarini kitobga qaratib, qayta mutolaa qilishga kirishdi. "Xo'p, yaxshi." Hayo kitob varaqlayotgan Mo'ysafidni biroz kuzatib turgach, undan "Kulishingizga nima sabab bo'lgandi?" deb so'radi. Mo'ysafid kitobdan ko'zini uzmasdan javob qaytardi. "Ketishim kerak demaganmiding?" "Shunday, lekin boyagi jarangdor kulgingiz sababini bilmoqchiman." Mo'ysafid kitobni yopib javonga qo'ydi. Kulchani olib bir luqma tishladi. Issiq qahvasidan ham bir ho'plam simirdi. "Senga bergan sovg'amni izlayotganimda anchadan beri qidirib yurgan narsamni topib oldim. Men uni butunlay yo'qotib qo'ydim. Endi qayta topa olmasam kerak deb o'ylagandim." Hayo qiziqib, "Nimani topdingiz?" deb so'radi. Mo'ysafid kitobni bir qo'llab tutgan holda qahvasini qo'ydi. "Mana shu kitobni." Mo'ysafidning gapini eshitgan Hayo taajjublandi. "O'sha kulgi, shu qadar quvonch allaqanday bir kitobni topganingiz uchunmidi? Hayotingiz butunlay zerikarlimi deyman?" Mo'ysafid ko'zoynagini taqib kitobni ochdi va sahifalardan biriga diqqat bilan nazar solib so'radi. "Nima demoqchisan?" "Dunyoda bunchalik darajada quvonishga arziydigan kitob yo'q. U bir necha gaplar yozilgan qog'ozlar yig'indisi xolos demoqchiman." Mo'ysafid ko'zini kitobdan uzmasdan dedi. "Tushunishim bo'yicha sen hayotingda biror bir kitob o'qib rohat olmaganga o'xshaysan." Hayo Mo'ysafidning ro'parasidagi divanga borib o'tirdi. "Maktab darsliklarini o'qishga majbur bo'lmaganimda bitta ham kitob o'qimagan bo'lardim." Mo'ysafid qo'ldagi kitob sahifasini varaqlagancha so'radi. "Kitob o'qishni shu darajada yomon ko'rasanmi?" Hayo divanda suyanib, ikki qo'lni boshining orqasiga qo'ygan holda atrofga alangladi. "Bundan ham battar. Buni qo'ying, undan ko'ra menga ayting, nega bu eski uyni ta'mirlatib sotib yubormaysiz? Uni yaxshigina pulga sotsangiz bo'ladi. Otamning aytishi bo'yicha mahalla eski bo'lsa ham yerlarning narxi ancha baland yurarkan." Mo'ysafid kitobdan ko'zini uzmasdan javob qaytardi. "Pulga ehtiyojim yo'q." Hali ham atrofni ko'zdan kechirayotgan Hayo dedi. "Pulsiz hayotning qiziq bo'larkanmi? Dunyoda puldan ko'ra zo'rroq narsa yo'q. Menga ishonavering." Mo'ysafid kitobning navbatdagi sahifasini ochdi. Gohida pul
parda kabi bizni go'zallikdan to'sib qo'yadi. Hayo kinoyali ohangda dedi. Hayotingizdagi go'zallik manbai nima? Men loysuvoq devorlar-u chang bosgan mebellardan boshqa narsani ko'rmayapman. Mo'ysafid boshini ko'tarib Hayoga qaragancha tabassum qildi. Men bu uyda bir emas, ming hayotni yashadim. Sizlarning hayotingizda meni qiziqtiradigan yoki e'tiborimni tortadigan hech narsa yo'q. Hayo masxaromiz kuldi. Kitob o'qibmi faqat? Hayotingiz haqiqatan men o'ylaganimdek zerikarli, bo'm-bo'sh ekan. Qiladigan tayinli ishingiz ham yo'q. Mo'ysafid nazarini yana kitobga qaratdi. Qilishni istaydigan qanchadan qancha ishlarim bor, lekin afsuski yetarlicha vaqt topolmayman. Vaqt topolmaysiz? Siz choy ichib, kitob o'qib o'tirishdan boshqa ish ham qilasizmi o'zi? Mo'ysafid kitobdan ko'z uzmagan holda navbatdagi sahifani ochdi. Bu choy emas, qahva. Hayo norozi ohangda to'ng'illadi. Nima farqi bor? Xulosa qilib aytganda, siz haqiqiy hayot nima ekanligini bilmaydigan odamsiz. Shuning uchun ham bekorchi kitoblarni o'qish orqali haqiqiy hayotdan qochishni afzal ko'rgansiz. Mo'ysafid Hayoga qaradi. Hayoting mobaynida nechta kitob o'qigansan? Majburan o'qigan kitob maktab darsliklarini hisobga olmaganda hech ham. Mo'ysafid tabassum qildi va indamasdan yana kitob mutolaasini boshladi. Mo'ysafid mutolaa qilarkan, Hayo uyni diqqat bilan ko'zdan kechirishda davom etdi. Oradan bir necha daqiqa o'tgach, Mo'ysafid qahvaga qo'l cho'zib, undan bir yutum simirdi. Ketaman deb shoshilmayotganmiding? Nega hali ham shu yerdasan? Hayo divan chetida o'tirgancha oyoqlarini chalishtirib, shiftga nazar tashlagan holda javob qaytardi. Bilmadim-u, uyingiz qalbga qandaydir o'zgacha xotirjamlik baxsh etarkan. Mo'ysafid tabassum qilib, javob qaytarmagan holda mutolaani davom ettirdi. Hayo esa oradan masofa uzoqroq bo'lishiga qaramay, kitobning nomini ilg'ashga harakat qildi. Nima haqida o'qiyapsiz? Mo'ysafid kitobning navbatdagi sahifasini ochdi. Nima haqida o'qiyotganim emas, nima uchun o'qiyotganim muhim. Nima uchun o'qiyapsiz? Mo'ysafid kitobdan ko'z uzmagan holda javob berdi. Yoshligimda otamga dunyo kezishi uchun boshqa mamlakatlarga sayohat qilmoqchi ekanimni aytgandim. Hayo xursand bo'lib ketganidan tabassum qildi. Voy, sayohat qilishni juda ham yaxshi ko'raman. Har yozda otam meni yangi shaharlarga olib boradilar. Nechta shaharga borgansiz? Otam sening dadang kabi badavlat emasdi. Lekin shunday bo'lsa ham menga ko'plab mamlakatlarda sayohat qilish yo'lini o'rgatdi. Tabiiyki, bankdan qarz olishni aytganlar, chunki sizlar nochor odamsizlar. Mo'ysafid qo'ldagi kitobga diqqat bilan qaragan holda tabassum qildi. Menga kitob sovg'a qilib, uni o'qib ko'rishimni iltimos qildilar. Hayoning hafsalasi pir bo'ldi. Sayohat qilaman deganingiz uchun sizni shunday jazolaganmilar? Mo'ysafid kitobni varaqlashda davom etib, aksincha, menga o'zga bir olamni taqdim etdiki, hozirgi kunga qadar ham o'sha olamda yashab kelmoqdaman. Qanday? Mutolaa haqiqiy olamdan xayol olamiga sho'ng'ishdir. Hayo masxaromiz ohangda dedi. Oshirib yubordingiz. Mo'ysafid kitobni yopib Hayoga qaradi. Isming nima? Hayo. Siznikichi? Al-Amin. Amin demoqchimisiz? Yo'q, Al-Amin. Amin nazoratchi degani. Siz nimani nazorat qilasiz? Kutubxonani. Bu laqab ism emas. Oldin kutubxonachi bo'lib ishlaganmisiz? Mutolaaga bo'lgan ko'r-ko'rona muhabbatingiz siri shundanmi? Bo'lganman va hozir ham shundayman. Sizni faqat Amin deb chaqirsam bo'ladimi? Bo'ladi. Kutubxonangiz qayerda? Amin tabassum qildi. Kitoblarni yoqtirmaysan deb o'ylagandim. Hayo jilmaydi. Hali ham yoqtirmayman, lekin o'sha kutubxonangizni ko'rgim kelyapti. Rostdan ham kutubxonangiz bormi o'zi? Albatta, otamdan qolgan. Otam esa bobomdan meros qilib olgan kutubxona. Men xuddi otam esa otasiga o'xshaydigan, ya'ni kitoblar o'qisak muammoga duch keladigan odamlarmiz. Muammo? Qanday muammo? Kitob o'qish sababli yoshligimda maktabdagi sinfdoshlarim meni chiqishtirishmasdi. Hayo qahqaha otib kuldi. Zerikarli kitoblarni o'qishga mukkasidan ketgan odam bo'lganingiz uchun shunday bo'lgandir-da. Amin tabassum qildi. Ehtimol, Hayo atrofga alanglab dedi.
Bu yerda hech qanday kutubxonani ko'rmayapman. Amin quchog'idagi kitobni javonga qo'ydi. Kutubxonam bu yerda emas. Hayo Aminga qarab so'radi. Unda qayerda? Yillar davomida qayerda bo'lgan bo'lsa, o'sha yerda. Yerto'lada. Hayo biroz xavotirlandi. Yerto'lada? Qachondir menga ishonch bildirganingda senga uni ko'rsataman. Ishonch bildirsang deb nimani nazarda tutyapsiz? Menga ishonsang demoqchimisiz? Senga bergan sovg'amni qabul qilgan paytingda menga ishonch bildirganingni anglab olaman. Hayo nariroqda turgan qurigan binafsha gulga yuzlanib, unga tikilib qoldi. Bu orada eshik taqillab, tashqaridan kelayotgan Halimaning ovozi eshitildi. Hayo xonim, kech qolib ketdik. Ahvolingiz yaxshimi? Hayo Aminga qarab, Halimaga eshitiladigan qilib baland ovozda javob qaytardi. Men yaxshiman, Halima, xavotir olma. Boraver, birozdan keyin ortingdan yetib olaman. Halima eshik ostonasida turgancha, istasangiz shu yerda kutib turishim mumkin, dedi. Hayo o'rnidan turib, stol oldiga bordi. So'ngra qo'lini cho'zib, qurigan binafsha gulni oldi va Aminga qaragan holda uni hidladi. Yo'q, uyimizning darvozasiga qayt va meni o'sha yerda kutib tur. Halima xo'p bo'ladi xonim, deb qasrga ravona bo'ldi. Amin tabassum qilib so'radi. Hidi qanday ekan?